Xo'p, biz parkimiz tashlab ketganlar. Bularda ertalab qiyin zavod bo'layotgan ekan. Mashina 3-4 martada zavod bo'lgandan keyin qaltirab ishlab turar ekan. Benzinni osmon tekshiramiz. Sovutolma hozir tashlab ketganlar. Mana bu jentramiz ham bo'ldi, tayyor. Bularda ikkita oldi senter zamoklari almashdi, jig'irlab qolgan ekan. Bu yerda mana bu parkimiz. Xo'p. Propan qo'ydirgan ekanlar. Qaltirgan ham bo'lib qopti. Qaltirab xalostoy svetoforga kelib to'xtasalar, qaltirab o'ch qovurar ekan. 3-4 marta regirovkalar qildiribdilar, shu tishlari bitmayotgan ekan. Xo'p, hozir diagnostika qilib tekshirilganda, zaslonkada ozgina foizda o'zgarishlar bor ekan, ozgina kamchilik bor ekan. Keyin yana tekshirib svichalar qaltirashi sababini, yana svichalarni yechib ko'rganimda, ikkita bobinalari mana ichi kuyib ketgan. Ichini ko'rasizlarmi? Vashi kuyib yotibdi. Kuyib ketgan ikkita bobinalari. Mashinadan iskir qochayotgan ekan. Mana o'zi mana bunaqa bo'lishi kerak holati. Mana ichida ko'rinib turishi kerak dumaloq kontakti. Mana ikkita svichalari zo'r turibdi, bobinalari zo'r turibdi. Ikkita bobinalari kuygan. Mushtuklar umuman qarab olmaydi. Mushtuklar rasos chiqyapti. Mana kuyib ketgan. Dabdalasi chiqyapti. Svichalari vaqtcha rasos, svichalar ham kuyib ketgan mana. Qorlangan svichalar. Hozir yangi 4 ta svicha, ikkita yangi bobina qo'yiladi, mushtuklar qo'yiladi, keyin programma qilib nastroykalar qilib beraman. Xudo xolasa zo'r bo'ladi shundan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beraman. Salomat bo'linglar.